hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti, Şərq Türkistan sürgündə parlamenti, Şərq Türkistan sürgündə fondunun əzaları 12 noyabr Şərq Türkistan Cumhuriyeti qurulğan xatır günüdə Amerika'nın paytaxtı Washington'daki Aqsaray'nın aldığı yığılıb namayış ötküzüb, Amerika və başqa dünyadakı demokratik dövlətlərini faşist Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistan'da yürgüzüb atqan ırqi qırğınçılıq, müstəmləkə, işğal, insaniyyətə qarşı cinayətlərini toxtatışqa çağırıq qıldı. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministeri Salih Xudoyor axbarat e'lon qilib mundaq dedi. Xanımlar və əpəndilər, yaxşımısınlar? Biz tünügün bu yerdə Amerika Qo'shma Shtatlarının fəxri bo'lgan erkinlik, mustaqillik, egilik huquqni ilgari surishga töhfa qo'shgan Amerika G'aziylar kunini xotirladik. Bugun yana Sharq Turkistonning mustaqilligi, egilik huquqi, erkinligi uchun kurash qilgan, azaldan egilib boqmagan, taslim bo'lmagan, mustaqillikning o'zlarining haqqi ekanligini unutmagan Sharq Turkiston kurashchilarini xotirlash uchun jam bo'ldik. Bugun 12 noyabr kuni biz Qashqarning 1864-yili Ching sulosining bo'ysundirishidan ozod bo'lib, 7 shahar davlatini qurganligini, undan keyin 1933-yili 12 noyabrda va 1944-yili 18 noyabrda Sharq Turkiston Cumhuriyetining e'lon qilinganligini xotirlash uchun jam bo'ldik. Bular uzoq tarixdagi yil xotiralari emas, bir millatning yurak so'qishidir. Sharq Turkiston million yillardan beri Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiy xalqlarning ana makoni. Sharq Turkiston e'tiqod, kultur, egilik huquq davlati. Manju xandonlik va Xitoy ishg'olchilariga o'xshash sirtqi chet el kuchlari har vaqt uni egallab olishga, bostirishga va yo'qotishga urinib keldi. Biz izchil o'rnimizdan dasturib, qarshi kurash qilib, mustaqilligimizni e'lon qildik. Egilik huquqimizni asliga keltirdik. Mavjudligimizni davom qildirdik. 92 yil burun 1933-yili 12 noyabr kuni 10 minglagan Sharq Turkiston xalqi Qashqarga yig'ilib, birinchi qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligiga shohid bo'ldi. Davlat bayrog'i, davlat girbi, davlat marshi, organlari, armiyasi, pasporti va xalqqa bergan va'dalari bilan mustaqil bir davlat edi. Gerçi Cumhuriyet 1934-yili ag'dirilgan bo'lsa-mu, ro'yi sunib baxmadi. 1944-yili 12 noyabr kuni 2 qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti ili viloyatida qurilib, tartqizib qo'yganni qaytarib olish, bor bo'lganni qo'g'dab qilishdak ruhni namoyon qildi. 1949-yili 12 oktyabr kuni Xitoy Xalq Cumhuriyeti kuchlari vatanimizni ishg'ol qilib oldi. 1949-yili 22 dekabr kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti ag'dirib tashlandi. Bizning egilik huquqimiz asirga ilindi. 76 yildan beri bizning vatanimiz Xitoy ishg'oliyatchilarining ishg'ol qilib olish, irqiy qirg'inchilik yurgizish va bizni sistemlik turda yo'qotishning ig'ir yukini ko'tardi. Xalqarалық tekshirish, ishonchlik dokladlar davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni, qalayimqon tutqun qilishni, keng ko'lamli kuzatishni, qalayimqon qul qilishni, kultural va diniy bostirishni va boshqa Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiy xalqlarga qarata ishlanayotgan boshqa jinoyatlarni hujjatlashtirdi. Mustaqil gavdalar inson haqlari guruhlari 3 milliondan ortiq xalqning lagerlarda qalayimqon tutqun qilinganligini hujjatlashtirdi. Buning qandaq ma'noda kelganligiga qarata samimiy bo'lishimiz kerak. Bu yolg'iz bizning xalqimizning tragediyasi emas. Dunyoning har qanday joyidagi erkinlik prinsiplariga qilingan tahdid. Xitoyning bizning davlatimizga qaratgan irqiy qirg'inchilik bostirishi Amerika Qo'shma Shtatlariga tahdid soladi. Demokratiyaga, erkinlikning asosiy prinsiplariga, insoniy shon-sharafga tahdid soladi. Sharq Turkistonga yordam berish, Sharq Turkiston bilan birga o'rnidan dasturish faqat axloqiy shon-sharaf bo'lib qolmay, strategik zaruriyat. Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llash, o'ziga qilingan zulmga qarshi o'rnidan dasturish deganlikdir. Biz erkinlikning chirig'i bo'lgan Aqsarayning oldiga yig'ilib,
Şu aniq uchurni berimizki, Sharq Turkiston egilik huquqliq mustaqil bir davlat edi. U helimi ishg'oliyat ostidagi davlat. Bir kuni qayta hur mustaqil bo'ladi. Sharq Turkistonning mustaqilligi odatdagi bir talab emas. Tarixga yildiz tortgan adolat va azaldan qarshilik qilishdan yanmaydigan xalqning irodasining talabi. Shunglashqa biz Amerika Qo'shma Shtatlari Trump hokimiyatini barliq erkin dunyoni birinchidan Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan davlat deb tanishini, Xitoyning yurgizayotgan mustamlika, irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat qilmishini ayblashini talab qilamiz. Ikkinchidan, Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash, mustamliksizlashtirish huquqini e'tirof qilishni talab qilamiz. Uchinchidan, Sharq Turkistonni mustamliksizlashtirish va mustaqillikni asliga keltirish ko'rishini qo'llashni talab qilamiz. Eng oxirida xalqaro organlar va sud mahkamalari orqali Xitoyning sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatidan javobgarlikka tortishga chaqiriq qilamiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston jamiyati bu kunni faqat o'tmishdan faxrlanish, hurmat bildirish uchun xotirlamaydi, balki kelgusiga bo'lgan va'dasini yangilash maqsadida xotirlaydi. Washington DC'dan barliq muajirat jamiyatining har qaysi bulun puchqoqlargacha xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonni ishg'ol qilmagan davlat deb e'tirof qilishini, milliy ozodlik, mustaqil, egilik huquqliq davlatimizni asliga keltirish ko'rishimizni qo'llashini talab qilamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumati shuni takror ta'kidlaydiki, mustaqillik xalqimizni, inson haqlarimizni qo'g'dashning, xalqimizning hayotda qolishining birdan-bir yo'li. Xitoy hokimiyati ostidagi har qanday avtonomiya va shuningga o'xshagan shakllar erkinlik va mustaqillikning o'rnini ololmaydi. Sharq Turkistonda Xitoyning irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyat yurgizishining sababi Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishidan iborat. Uning ustiga Qashqarning Manjuching ishg'oliyatidan ozod bo'lganligining 161 yillik, birinchi qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilganligining 92 yillik, ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilganligining 81 yillik xotirasida Sharq Turkiston surgunda hukumati Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini, egilik huquqini asliga keltirish uchun kurash qilgan shehidlarimizga hurmat bildirdi. Biz yana bir qatim xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustamliksizlashish, tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash, milliy mustaqillikni asliga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqiramiz. Biz Sharq Turkistondagi murassallashishni xohlamaydigan, erkinlik va mustaqillikni, ulug' egilik huquqni tartishilmas biladigan, egilmas sunmas ayollarımızdan faxrlanib hurmat bildiramiz. Sharq Turkiston ishg'oliyat ostidagi bir davlat. U kulturel, fizikalik buzg'unchilik qilish, yo'qotish tahdidiga duch keldi. Bostirish, ishg'oliyat, mustamlika qilishga, irqiy qirg'inchilik yurgizishga qaramay, bizning xalqimiz qarshilik ko'rsatishni davomlashtirdi. Xalqimiz egilmaydi, ro'yimiz tavranmaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligi asliga keladi. Kelgusida Sharq Turkiston mustaqillikka erishgan kunida erkin dunyo yolg'iz bizning davlatimizning qaytadan dunyoga kelganligini tabriklab qolmay, zulmning ustidan zafar quchganligimizni tabriklaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligi yashasin dedi. Axborot e'lon qilingandan keyin shu to'g'lab Amerika boshliq davlatlarni Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, mustamlikasi va ishg'oliyatiga qarshi kurash qilishga chaqiriq qildi. Oxirida yana bir qatim bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyingi zulmi bo'lib, yaqinqi 10 yildan ortiq vaqtdan beri chekidan oshgan irqiy qirg'inchilikqa tafsiliy tunishtirildi. Mas'ul Uyg'urlarning qul emgakiga selinayotganligi, Amerika boshliq barliq demokratik davlatlarning qayta takrorlanmasin va'dasini amaliyleştirib, hozir amaliyotda ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda yuz berayotgan qayta takrorlanmasin degan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qiladiganligini, irqiy qirg'inchilikning sababining mustamlika va ishg'oliyat ekanligini e'tirof qilib, Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini tunib yetishini, Trump hokimiyatining irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy harakatga o'tishini talab qiladiganligini, Sharq Turkiston xalqining mustaqillikka tashna ekanligini, Sharq Turkistonning mustaqilligini siyosiy, iqtisodiy, diplomatik, harbiy qatorliq turli jihatlarda qo'llashni talab qilganligini yana bir qatim ta'kidladi. Qozog'istonning poytaxti Olmaotada yashaydigan Uyg'urlar Sharq Turkiston surgunda hukumatining oila, ayollar ministri Gulvaryam To'xtaxonova xonimning boshchiligida 12 noyabr kuni bir yerga jam bo'lib, ikki qatim e'lon qilingan Cumhuriyetimizni xotirladi. Cumhuriyetning ag'dirilish tarixini asladi. Sharq Turkiston ishg'ol qilingandan keyin Xitoyning yurgizib kelayotgan assimilyatsiya qilish, irqiy qirg'inchilik yurgizish qilmishlarini aybladi.
Sharqi Turkistonning mustaqilligining bir kuni qayta e'lon qilinadiganligiga bo'lgan ishonchisini bildirishdi. Qur'on o'qib, ikki jumhuriyat qurish ko'rishida istiqqonlarini yiqitgan shehidlarimizning ro'yiga duo qildi va ularning yo'lida tavranmay mengish va'dasini yangiladi. Yaqında ijtimoiy axborotda tarqalayotgan xabarda ma'lum bo'lishicha, iyul oyidan e'tiboran Olimnur Turg'unboy ismli bir qozoq izdireksiz Qozog'istondan g'oyib bo'lgan bo'lib, Xitoyga topshirilib berilganligi ma'lum bo'lgan. 15 noyabr kuni tarqalgan xabarlarga qaraganda, Qozog'istonda yashaydigan bir guruh qozoq xalqi qo'llarida Xitoyning bayrog'i va Shi Jinpingning rasmini ko'tarib, Olmaotaning Sharqi Turkiston chegarasiga yaqin yerga berib namoyish qilib, bayroq va rasmni ko'ydirgan. 24 xabarlari HD xabar torining 14 noyabr kunidagi xabarda xalq Xitoyning Qozog'iston zaminini setib olish va Xitoy chegara qo'g'dug'uchilari tomonidan bir Qozog'iston fuqarosining qochirilishiga g'azablandi. Qozog'iston Xitoyga qarshi elib berilgan nodir namoyishda Shi Jinpingning rasmi va Xitoy bayrog'i ko'ydirilganligi sababidan 12 kishini qo'lga olib qamoq jazosiga hukm qildi va 6 kishiga jarimani qo'yganligini bildirdi. Yerlik taratqular va huquq tashkilotlarining aytishicha, Olimnur Turg'unboy iyul oyida Xitoyning chegara xodimlari tomonidan tutqun qilingandan buyon ko'rinmagan deyildi. Qozog'iston soqchilari chegaraga yaqin Olmaota rayonida o'tkazilgan namoyishda namoyishchilar davlat bayrog'i va chet el rahbarlarining rasmlarini ko'ydirish qatorliq qonunsiz qilmishlarni sodir qildi degan. Kimligini oshkora qilmagan bir shaxs Xitoyning Turg'unboyni sababsiz tutib turganligi va Qozog'istonning yerlarini setib olib, yezilik terilg'u joylarini chet el fuqarolariga setishga qarshi turish qonuniga xiloflik qilganligi bilan aybladi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor 14 noyabr kuni ijtimoiy axborot supsi X'da buningga qarshi ifoda bildirib, Qozog'iston Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi chiqqan va chet elliklarga yer setish cheklangan qonunga xiloflik qilib, o'z davlatining zaminini Xitoyga sotganligini ayblaganlik uchun 12 nafar fuqarosini tutqun qilib qamoqqa oldi. O'z davlatining egalik huquqini qo'g'dayotgan vatanparvarlarni jazolagan To'qay hokimiyati Beyjonning qo'rchiqiga o'xshash harakat qilayotgan bo'lib, haqiqiy Qozog'iston hukumati emas dedi. Suv boshlar aqlliq, yuraklik, jasur va keng qusoq bo'lmoqi lozimdir. Urushda yuraksiz ishqa yaramaydi. Yuraksiz qo'rqinchoq ayollardek qo'shinni buzadi. Qo'shin buzilsa, askarlar bir-birini buzadi. Jangda qo'rqmas yurak, chidamliq iroda kerakki, dushman otchab turib bosqin qilib kelganda darhol to'planmoq lozimdir. O'lim deganning belgilik vaqti soati bo'ladi. Yigit ajal kelmaguncha jangda o'lmaydi. Odam o'limni unutganda dushmanni yengadi. Qutatg'ubilik romanidan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.